Premium case'da rostdan ham Skitales quroli qo'shilyaptimi? Premium case qachon qo'shiladi? PUBG Mobile'ga yangi qora mumiya qo'shilyapti. PUBG tomonlama bizaga Tekinga sovg'ali. Hello guys, hello man. Bugun sizlar bilan birgalikda PUBG Mobile'da eng sara yangiliklarni ko'rib chiqamiz. Nimalar qo'shiladi, o'shalarni ko'ramiz. Assalomu alaykum barchalarga. Sizlar bilan har doimgidek Real PUBG. Bugungi videomda sizlarni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bugun qanaqa video bo'lishini sizlarga tushuntirib o'tdim. Mana shu videoni ko'rib turib sizlar Tekinga 100 ishlab olsanglar bo'ladi. Eng qizig'i bir kishi emas, endi 2 kishi random orqali aniqlaymiz. Har doim bir kishini aniqlardik. Endilikda 2 kishini aniqlaymiz. Tak что qanday qilib yutamiz desanglar, shu videoga bittadan like bosasizlar, kanalimizga obuna bosib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yasizlar, обязательно kommentariyaga qancha ko'p kommentariy yozsanglar o'zingizlarga yaxshi va ID raqam yozib qoldirasizlar. Keyingi videoda random orqali g'olibni aniqlab, o'z UC'sini tashab beramiz. Tak mana bu yerda chiqadi. Bundan oldingi videomiz g'olibi bu kishiga 100 dan tashab berdik. Agarda sizlar ham yutmoqchi bo'lsanglar, akalar, 1 sekund vaqtinglarni ajratib, tezda shartlarni bajara olinglar. Unda biz videoni boshladik. Demak, birinchi bo'lib gaplashadigan ma'lumotimiz bu premium case qachon qo'shiladi. Xo'p akalar, juda ham ko'p odam so'rayotgan narsa, premium case'ga qanaqa orужие qo'shiladi? Eshitdinglar. Premium case'da Skitales quroli qayta deb juda ham videolar ko'p tarqalib ketdi ijtimoiy tarmoqda. Shunga men sizlarga gapirib o'taman. Eng qizig'i, PUBG'ni ofitsialniy kanali ham shunaqa video chiqardi. Pokistonniki har bir serveri, tipa har bir regioni, masalan, O'zbekistonning o'zining ofitsialniy kanali bor. Turkiyani, Hindistonni, qarochi, shunaqa Pokistonning ofitsialniy kanalida Premium case, topib oling. Premium case'da mana shu Skitales quroli qayta degan xabar berilgan. Buni ko'rishinglar mumkin. Hammanglar bilasizlar, eng oddiy M416lardan biri. Men sirasiz javob beraman, bu xabar fake akalar. Endi bu xabarni nima uchun tarqatishdi ijtimoiy tarmoqda desanglar, maqsad hype ishlash. Ya'ni unaqa kimdirga osilib emas, tepa shunaqa hype qilishdi. Mana shu narsa rasmni chiqarishganda eng ko'p like yig'ordi. Tushunishinglar uchun hamma ishonib tashadi, hamma vohma qildi joylab PUBG o'chiraman, o'qinaman, bu qilaman deb. Tak что fake akalar, premium case qanaqa orужие qayta desanglar, hozircha aniq emas. Tez orada bu ham aniq bo'ladi, 1-2 kun ichida. Uni ham ma'lumot berib o'taman. Xo'p, premium case o'zi qachon qo'shiladi desanglar, 18-may kuni o'yinga premium case qo'shiladi. Kimda nechta premium case bor? Обязательно kommentariyaga yozib qoldiringlar. Birinchi ma'lumotimiz shundan iborat edi. Masalan, to'liq tushuntirib berdim degan umiddaman. Ikkinchi ma'lumotimiz bu to'rt обновленияda interfays qanaqa bo'ladi? Tak, hozirgi interfays mana buni ko'rishingiz mumkin. Hamma taraf oppoq bo'lib yotibdi. Bu yerga o'tkizsak, mana shunaqa interfays. To'rt обновленияda interfays yana o'zgarargan akalar, qanaqa bo'ladi desanglar, druzyalar turadigan joy, boya e'tibor bergan bo'lsanglar, hozirgi обновленияda oppoq, to'rt обновлениyadan keyin o'sha druzyalar turadigan joyi qop-qora qilib qo'yishar ekan. Ishondinglar, har bir sekundda sochim mana shunaqa qiladigan qo'yman. Nimaga? Privichka bo'lib qopti bor. Tak, interfays xuddi shu holatda bo'lar ekan. Men bu yerda ko'rishingiz mumkin, mashq holatda o'zgarar ekan. Bu yerda o'zgarishlar katta. Nimaga deganda, mana buni qaranglar. Rang anaqasini, ko'rinishlarini juda ham chiroyli qilib qo'ygan, kattaroq qilib. Qolgan joyda men o'ylashim bo'yicha o'zgarishlar yo'q uncha-muncha. Tak, mana shu holatda bo'lar ekan interfaysimiz. Akalar, masalan, ortiqcha vaqtingizni olib o'tirmayman. Tez sizlarga ma'lumotlarni berib o'taman, lekin qisqa va tushunarli. Unaqa qilib vaqtinglarni cho'zib o'tirmayman, lekin bitta iltimos qilaman evasiga. Akalar, men o'zim challenge qilganman. Ya'ni 19-sentyabr kuni, ya'ni 3 oy shunaqadan keyin men tug'ilgan kunim. Tug'ilgan kunimgacha men o'zimga knopka sovg'a qilmoqchiman YouTube tomonlama. Bu meni ikkinchi kanalim. Birinchi kanalim ban olgan sababli hali knopka ololmadim. 100 mingtadan o'tdi. O'shaning uchun ikkinchi kanalga o'tdim. Tak что buni 100 mingta qilib knopkani olishim kerak. Mana challenge'imga yordam berib, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchalarni bosib qo'yinglar. Sizlardan hech balo ketmaydi. Просто поддержка qilinglar. Unda 3-ma'lumotni ko'rib chiqamiz. Bizda keyingi ma'lumot Tekin sovg'ali, rang sovg'alari. Xuddi shu narsalarni biz Tekinga olsak bo'ladi. Tak,
4.4 обновление o'zi 12-may kuni o'yinga qo'shiladi rang 16-may kuni almashadi o'shanda mana shu rang sovg'alarni qo'lga kiritsak bo'ladi tekinga. Tak ko'rishinglar mumkin, bu yerda mana bunaqa takoy kiyim bor, kaska bor, ryukzak bor va nima bu? Mana bu qanaqa оружие edi bu? Voy! VSS оружиесini tekinga olsak bo'lar ekan. Tak ko'rishinglar mumkin, kiyim ham takoy turibdi. Haqiqiy meju bolalarga moslangan. Mana buni qaranglar. Barsetkasi ham bor akalar, mana buni qaranglar. Barsetkasi ham bor. Haqiqiy meju bolalarga yarashadi. Mana shuni biz tekinga olsak bo'lar ekan. Bu juda ham ajoyib yangilik deb o'ylayman. Sizlardan bitta narsani so'ramoqchiman. To'g'risi men anchadan beri o'ylanyapman. Bundan oldingi videomni ko'rsanglar, orqa fon boshqacha bo'lgan. Hozir orqa fon ko'k holatda. Qaysi biri yaxshiroq, qaysi orqa fonda video qilsak bo'ladi? Объясними или ko'k qilib olganim yaxshi? Men to'g'risi mana shuni anchadan beri o'ylanyapman. O'shaning uchun sizlar yordam beringlar. Shuni bundan oldingi videoni ko'rib turib, qaysi biri yaxshiroqligini shuni kommentariyaga yozib qoldiringlar. Demak, navbatdagi yangiligimiz juda ham ajoyib. Tayyor bo'lsanglar, uni ham ko'ramiz. Bu yangiligimiz Ford Mustang. PUBG Mobile bilan Ford Mustang kollaboratsiya qilyapti. 15-may kuni o'yinga qo'shiladi. Bu yerda hozir ko'rishimiz mumkin. Shunaqa takoy Ford Mustang bilan. Eng qizig'i bu akalar superkar emas, обычный mana bu Dodge shunga o'xshagan ruletkada qaytar ekan. Tak ko'rishinglar mumkin, Bigfootga shunaqangi ajoyib bo'lgan skin berar ekan. Ko'rishinglar mumkin, juda ham ajoyib. Mana bu turishlarini qaranglar, vashchi zo'r. Menga yoqdi, qanaqadir cringe emas, zo'r ishlab qo'yishgan. Bu yerda ko'rishinglar mumkin, oppoq Ford Mustang mashinasi. Qaranglar, juda ham zo'r ishlab qo'yishgan buni. Ajoyib. Yana bittani to'g'risi hozir esimga tushib qoldi. Uje bugun 7-may ekan chislo. Uje 7-mayga o'tyapti. Sizlarga bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Pashti 20 kundan keyin uje kanikul akalar, bu yog'i sola PUBG faqat. Men sizlarni o'ylab turib, tekinga akkaunt bermoqchiman. Bir emas, 3 ta akkaunt, mashina akkauntlar hammasi kilchat. Xohlasanglar akkaunt, xohlasanglar pul. Plus 10 ta RP. Buni qanday qilib yuta olamiz desanglar, hozir ko'p gapirayorsam menga, hozir YouTube tomonidan ban kelishi mumkin. O'shaning uchun shu yana opisiyanasiga tushinglar, silka qo'yib qo'yaman. Prosta Telegram kanaliga o'tinglar. Akkaunt yoki RP yoki pul sizlarniki bo'lishi mumkin. Tezda o'tib olinglar akalar, bo'linglar. Biz keyingi yangilikni ko'rib chiqamiz. Xo'sh, navbatdagi ma'lumotimiz yangi Ultimate 27-may kuni o'yinga qo'shiladi, ko'rishinglar mumkin. Juda ham ajoyib ishlab qo'yishgan bu Ultimate'ni qaranglar, menga yoqdi. Mana bu treylerni qaranglar akalar. Treylerni to'g'ri PUBG yorib qo'yadi akalar. Mana buni qaranglar. Realni zo'r ishlab qo'yishgan. Bu Ultimate bilan birgalikda old bo'lgan yana bitta Ultimate qaytyapti. Mana ko'rishinglar mumkin, o'sha old Ultimate. Buni adashmasam bo'ri Ultimate derdi xalq tilida. Bo'ri augi ham bor akalar. Juda ham chiroyli. Menga shaxsan augi yoqadi. Mana shu 27-may kuni qaytar ekan. Oladiganlar bormi, yo'qmi? Tak, realni buni zo'r ishlab qo'yishgan, qaranglar. Bu bilmadim akalar. Bu haqida men to'g'risi ortiqcha gapira olmayman. Chunki zo'r ishlab qo'yishgan, to'g'rimi? To'g'ri. Xo'p, mana shunaqa ma'lumot. Honor Ultimate buni ham zo'r ishlab qo'yishgan, qaranglar. Honor Ultimate har doim bilasizlar, xotinlar uchun mos Ultimate deb o'ylayman. Qarochi zo'r ishlab qo'yishgan buni ham. Ko'rib turibsizlar, xuddi shu holatda Honor Ultimate. Bu o'g'il bola kostyumi. Tak. Men o'ylashim bo'yicha normal, unaqa bachkana qo'rmagan. Chotki, shunaqa Ultimate. Men bu qizlarga bob, qiz bola Ultimate. Xo'p, shunaqa holatda akalar, mana buni qaranglar. Mana buni qaranglar akalar, turishini qaranglar. Chotki, da, zo'r. Buni ham ko'rib chiqdik. Akalar, sizlar ko'rib turibsizlar, men sizlarga qisqa javob berib o'tyapman. Videoni cho'zib o'tirmayapman. Qachon qo'shilishi, qanaqa skin bo'lishi, hammasini shuni qisqa qilib aytyapman. Shu yaxshimi yoki cho'zib, bemalol ko'rsatganim yaxshimi akalar? Endi masalan ortiqcha vaqtinglarni olib qo'ymay deyapman. Mana shu yerda jigar, mana shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, обязательно sizdan iltimos qilib qolaman. Meni challengeimga yordam berib, videoga like bosib, kanalimizga obuna bosib, qo'ng'iroqchalarni bosib qo'yinglar. To'g'risi 30 ming, 40 ming prosmotr bo'lyapti. Bu zo'r, lekin atigi 300 tasi, 200 tasi obuna bo'lyapti. Tasavvur qiling, 40 mingta odamdan. Bu vashshi adolatsizlik akalar. Doimda navbatdagi ma'lumotimiz.
Qaranglar, bizada navbatdagi ultimate ko'rishinglar mumkin. Akalar, mana bu ultimate qaranglar, ketdi. Ko'rinmas ultimateimiz qo'shilyapti. Tak, mana turish pozalari, okey. Yebbash, mana buni qaranglar. Voh, ey, ko'rinmas. Ko'p yo'q akalar. Ko'kragim kallangdan katta, kiygan kiyimlarim kalta. Shuncha baqir-chaqir qilganimga edit qo'rmanglar, aytib qo'yarga chiqib ketib qolishi mumkin. Tak, ultimate bilan birgalikda M16 Ator quroliga prokachka qo'shilyapti, ko'rishinglar mumkin. Hozircha bizda qanday ko'rinishda u haqda ma'lumot yo'q, hali chiqqani yo'q. Umid qilamiz, bu ham tez orada chiqadi. Mana shunaqa ma'lumotlarni eng birinchiliklardan ko'rmoqchi bo'lsanglar, akalar, men Telegram kanalimga tashlab boryapman. Xohlasanglar, shu video opissiyasidan o'tib olinglar. Shunaqa ma'lumotlarni birinchiliklardan bilasizlar. Bonus pas qachon keladi, qachon bonus pas ketadi, RP qachon qo'shiladi, o'shalarni hammasini ko'rib olsanglar bo'ladi. Mana do'stim, bugungi videomiz ham o'z nuqtasiga yetdi. Sizlar bilan Real PUBG bo'ldi. Ikkinchi kanalimda sizlarni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Sizlarga foydali ma'lumotlar berdim degan umiddaman. Обязательно o'shaning uchun подписка knopkalarini bosib qo'yinglar. Akalar, men sizlar uchun tekin 3 ta akkaunt, eng qiziq mashina akkauntlar plus 10 ta RP tayyorlab qo'yganman. Ta'kidda mana videoni oxirida aytib o'taman. Agarda ortiqcha vaqtinglar bo'lsa, atik 3 sekund vaqtinglar bo'lsa, shu videoni opissiyasiyasidagi silka bilan o'tib, akkaunt yoki RP yoki pulli yutib olinglar. O'zinglarni ehtiyot qilinglar, charchamanglar.